Hurmatli o'quvchilar, bugun sizlar bilan bizning 11-chi darsimiz Finance Cost and Equity. Ya'ni kompaniyaning o'zining finance costlari va equitylar haqida gaplashib o'tamiz. Finance cost o'zi nima? Finance cost bu kompaniya o'zini moliyalashtirish uchun jalb etgan mablag'ning narxi desak bo'laveradi yoki biz sodda tilda aytadigan bo'lsak, biz oladigan qarzning interest, ya'ni foizi. Agar kredit olganlar sifatida bo'lsa, yoki bu o'zi moliyada o'qiydiganlar biladi yoki umumiy o'zi hamma odam biladi. Sizlar bankdan kredit olsalaring, ularda birinchi foizi, keyin ta'minni to'lash boshlanadi. Shu foizi sizlarda finance cost deb ataladi ingliz tilida. Va buni hisoblash kredit hisoblashdan ozgina emas, anchagina farq qiladi. Equity o'zi aslida kompaniyani o'zini moliyalashtirishi yoki o'zini finance qilish uchun, ya'ni o'zi uchun pul jalb qilishning ikkita yo'li bor. Equity orqali yoki debt orqali. Debt bu qarz, equity bo'lsa shareholders orqali, ya'ni uni qaytarish shart emas. Qarz va equityning asosiy farqi nima desa, debtda mandatory repayment, ya'ni to'lab berish shart. Equityda bo'lsa no mandatory repayment, ya'ni to'lab berish shart emas. Va debtda hozir gaplashib o'tamiz. Hozir debtorlar bularga yana ham ichiga kiramiz. Qaysi birida risk balandroq, qaysi birida pastroq. Va bu biz gaplashib o'tganimiz debt finance, equity finance, capital structure of limited liability company deb ataladi. Equity nima uchun limited liability company? Chunki partnership bilan sole traderda equitysi bo'lmasdi. Bizda share capitalning turlari bor va ularni hozir nomlarini birinchi aytib o'tib ketaman nimaligini va hammasini umumiy hisobda bitta Excel faylda tushuntirib o'tib ketaman. Ordinary share capital bu bizda ordinary share cap o'zi aslida ikki xil bizda share'lar bor: ordinary share capital and preference shares, ya'ni ordinary shares va preference shares. Bu haqda ham hozir gaplashib o'tamiz. Ordinary shares nima desa, ordinary shares bu oddiy aksiyalar, biz bilgan aksiyalar kompaniya endi ochilganda chiqariladigan va nominal value'da bo'ladigan aksiya turlari hisoblanadi. Demak, shu ordinary share capital nominal value'da ishlab chiqariladigan yoki biz aytishimiz mumkin nominal value yoki market value'da bo'ladi. Ordinary shares shu, ya'ni ularning maqsadi nima desa, shunchaki kompaniyaga egalik qilish va kompaniyani egasi sifatida dividendlar olib turish. Va ordinary shares o'zini turlari bor: market shares yoki ordinary shares deb ataladi birinchisi, keyingisi market shares, keyingisi rights issue, keyingisi bonus issue'lar. Preference share'lar ham ikki turga bo'linadi: redeemable preference shares and irredeemable preference shares. Demak, rights issue'ga to'xtaladigan bo'lsak, rights issue bu o'zi bu, ya'ni yangi share'larni management, yangi aksiyalarni bor bo'lgan nima desak bo'ladi, investorlarga taqdim etish. Chunki investorlar kompaniyalarning limited resource, ya'ni chegaralangan o'zining resurs hisoblanadi. Chunki investorlar kimlar desa, kompaniyaga pul zarur bo'lganda pul berib oladigan odamlardir. Va ularga biz o'zlarining powerini yoki kompaniyadagi o'rnini saqlab qolish uchun arzonroq narxda, market value'dan arzonroq narxda bo'ladi rights issue doimo. Arzonroq narxda ularga aksiya sotib olamiz. Kel, shu kompaniyani mana senga rights issue. Shuncha qisming o'zingni 10% egaligingni saqlab turish uchun. Bonus issue'larchi? Bonus issue bo'lsa, shunchaki kompaniyalar hech qanday share capitalga ta'sir qilmaydi yoki share premiumdan share capitalga o'tish. Bu haqda ham hali gaplashamiz to'liqroq. Maqsadi nima desa, shunchaki share capital balansimizni ko'paytirib qo'yish. Ya'ni aksiyalarimizni sonini ko'paytirib, narxini tushiramiz, lekin umumiy hisobda bizning share capitalimiz ko'payib qoladi. Va preference shares and ordinary shares asosiy farqi bu: ordinary sharesda voting right beradi, ya'ni kompaniyani boshqarish uchun power beradi. Preference shares esa bermaydi. Asosiy farqi shu.
Va kelinglar hozir Excelda hammasini birma-bir ko'rib chiqsak, mana bu yoqda yozayotgandim. Birinchi bo'lib ordinary shares. Ordinary shares. Demak, qanday bo'ladi? Debitda cash, creditda share capital. Ya'ni share capital balansimizni ko'paytirib beradi. Uh, masalan, nima bo'lishi mumkin? Number of shares. Mingta masalan ordinary shares chiqarildi. Tasavvur qilaylik, narxichi. Price bo'lsa masalan 0,29 sent. Unga qanday bo'ladi desa 290 cash qabul qilib olyapmiz va uni hammasini share kapitalimizni ko'paytirib qo'yish uchun sarflayapmiz. Ya'ni bu statement of financial positionda share capitalni ko'paytiradi. Bun endi market issue yoki market issue desak qanday masalan? Tasavvur qilaylik. Endi biz 750 ta aksiyani masalan nominal value ko'pincha o'zgarmas bo'ladi va boshidagi value bo'ladi. Bu share capitalni ko'paytirish uchun ishlatiladigan value. Kelinglar 0,6 dollardan masalan 60 sentdan market issue bo'lyapti 750 ta. Demak, debitda hozir 1 minute. Debitda cash qancha kirib kelyapti cash? 750 ko'paytirib 0,450. Kreditdachi kreditda share capital bizda nominal value qancha edi? 0,129. Share capital doim nominal value bilan ko'payadi va uni nominal value va market issue yoki new value o'sha biz qilayotgan aksiyaning yangi narxi va bizdagi nominal qiymatning orasidagi farq bu share premiumda beradi. Share premium shu. Ya'ni hammasini o'zlaring kapitallaring share capital, ya'ni share capitalda o'zi asli mazmuni nima desa, kompaniya o'sha boshida chiqargan nominal valuesi, ya'ni nominal boshlang'ich qiymatdagi aksiyalar orqali yig'ayotgan investitsiyalari qiymati yoki unga tikilgan investitsiyalar qiymati nominal valueda. Share capitalchi. Share capital undan endi qimmatroq chiqarilsa, ya'ni nominal valuedan aksiyalar narxi oshsa, kelayotgan qo'shimcha investitsiyalar qiymati share premium hisoblanadi. Endi bizda yana bor edi rights issue. Rights issue'ni biz aytdik. Market valuedan arzonroq bo'ladi. Kelinglar masalan 500 ta chiqardi. Asosan bor sheerlarga nisbatan chiqaradi. Masalan 500 ta chiqaryapti. Xo'sh. Buni bir joyga yig'aylikda birinchi. Sizlarga ham maslahat beraman. Shunday qilib bunday misollarda ishlashdi. Masalan number yozasizlar. Birinchi numberdan ham name, number, cash, share capital, share premium. Masalan, bizda nima edi? Ordinary shares. Number 1000 ta. Cash 0,129. Share capital qanchaga ko'paytirsa 290 ga. Endi bizda market issue bo'lyapti. Qancha? 750 ta. Cash qanchaga ko'payyapti? 0,129. Voy, uzr, 0,16. Share capitalchi. Shu 750 tani 0,129 qismi share capitalga bordi. Ya'ni nominal valuedan yaratilayotgan
Investitsiya, ya'ni nominal valuega tikilayotgan investitsiyalar qiymati. Nominal value'ni o'zbekchasini bilmayman-da, shunga ozgina qiynaldim. Demak, endi har doim ikkita aksiya bo'lgandan keyin uni balans sifatida yoki tenglashtirib borish zarur. Balans. Ya'ni umumiy qilayotgan investitsiyalarimiz. Demak, bizda bobda 740 kesh yig'ilibdi. Kompaniya ochilgandan beri aksiyalar hisobidan 507,5 share capital umumiy, share premiumchi 232,5 bo'libdi. Yaxshi. Endi bizda rights issue bo'layapti. Rights issue bo'layapti. Har bizda bor 5 ta bor 5 ta aksiyaga bitta, masalan 350 ta bo'libdi. Narxi 0.4 dan masalan 140 kesh olib kelib beryapti. Shu 350 tadan biz 0 dan 29 hisoblasak, 101,5 nominal bo'yicha share capital yig'dik va qolgan qismi share premiumga boradi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Rights issue ham nimaligi, ma'nosi haqida aytdik. O'zimizda bor bo'lgan investorlarga qo'shimcha aksiyalarni arzonroq narxda taklif qilish. Maqsadi ularni yo'qotib qo'ymaslik. Ya'ni o'sha ularda o'zini kompaniyada o'rinni saqlab qolish uchun imkoniyat taqdim etish. Balans qilamiz yana. Balans. Mana bizda balans yig'ildi. Endichi. Endi masalan bizda bonus issue haqida gapirdik. Bonus issue bu aksiyalar share capitalning qiymatini oshirib olish share premium hisobiga. Masalan, bu doim nominal value'da bo'ladi. Bor she'rlarni masalan har nechtasiga deylik, 3 tasiga masalan chiqardik. Hm? Kesh olib kelmaydi. Ya'ni chunki siz shunchaki o'zingizda share premiumdagi aksiyalarni share capitalga o'tkazib qo'yapsiz. 0 dan 29 dan bo'ladi buni ham qiymati nominal value'da, chunki va bu xuddi shu hisobda share capitalni ko'paytirib qo'yadi. Balansga olib kelsak, 880 kesh yig'ildi. Biz shu paytgacha chiqargan aksiyalar hisobi mana. Ko'rdingmi? Raqami, narxi umumiy ortib qoldi va bizdagi share capitalning umumiy narxi oshdi. Ya'ni shunchaki aksiyalarimiz sonini ko'paytiryapmiz. Nima uchun kerak desa, bu kompaniyaga kerak bo'lishi mumkin. Keyinchalik aksiyalarda umumiy narxi oshib ketib qoladigan bo'lsa, ha? Shu umumiy narx oshganda o'zining aksiyalar qiymatini oshirish. Chunki bu holat aksiyalar narxini masalan 812 ta share capital bo'yicha ko'paytirib olgan bo'lsa, shu 812 ta bizda 0 dan 20 masalan 0.6 edi, marketda 0.65 bo'lib qolsa 527,8 share capital qo'shimcha bo'ladi. 812 o'zi share capitalning narxi, bu 2800 haqida gapimiz. Ya'ni 2800 ko'paytirilgan 0.65 1820. Va shuni qanchadir qismi share premiumga boradi, masalan qanchadir qismi share capitalga. 0.65 ta men misol sifatida aytdim. Kelinglar endi masalan 900 ta mana shu joyda qo'shimcha capital issue qilgan bo'lsin. 900 ta emas, 1000 ta. Minus 19 ga kirib ketib qolyapti masalan. Share shu joyda nima bo'ladi agar minusga kirib ketsa? Share premium balans 0 ga teng bo'lmaydi. Bo'lmaydi hech qachon. Bu minus 19lik nimani orqasidan qoplanadi desa, retained earningsdan. Ya'ni provodkasi shunday bo'ladi, bonus issue'ning. Bonus issue double entry. Debitda share premium, kreditda share capital. Ya'ni share premium balansni kamaytiryapmiz. Va share premium balans masalan qanchaga? Minus 290 midi? Biz 271 ga kamaytirdik share premium balansda. 271 ga share capitalni ko'paytirib qo'ydik. Oradagi farq endi bizda debitda retained earningsdan kamaytiramiz. Retained earnings balansimiz bizda minusga kirishi mumkin. Hattoki kerak bo'lsa.
Qolganini retained earningsdan chiqaradi. Bu nimalar bo'lib ketyapti kompyuterimga. Debitda retained earnings, kreditda share capital 19 ga ko'payib qoladi. 290 ayrilgan 271 19 adashdim. 19 share capital mana ko'paydi retained earnings hisobidan. Menimcha bu ham sizlarga tushunarli bo'ldi. Endi biz preference shares haqida gaplashsak. Preference shares haqida gaplashsak. Preference shares ikki turi bor, irredeemable and redeemable deb ataladi. Preference share'larning turlari. Farqi nimada desa, farqi mana birinchi bo'lib dividends haqida gaplashaylik. Dividends, repayment, uh, yana nima deyishim mumkin? Term, contract term, ya'ni qancha muddat berilyapti qaytarib berish uchun. Yanachi considered as, menimcha yetarli. Dividends irredeemable'da variable bo'ladi. Bu как ordinary share to'laganday o'zgarib boradigan va lekin mana sizlarda biz net profit haqida buni keyingi videolarda ko'ramiz. Oxirida qolgan net profit balansimizdan biz birinchi bo'lib irredeemable preference shares ni to'laymiz va undan keyin ordinary shares to'laymiz. Bu haqda share'larni to'lash va ularni qanday qilib hisobotga yozishni biz F7da gaplashib o'tamiz, lekin men sizlarga aytib qo'ydim. Ya'ni bular preference share'lar ordinary sharesdan farqi bularning kuchi ko'proq. Ya'ni qanday kuchi ko'proq desa, bular birinchi bo'lib to'lanishi shart. Chunki bu hisobidan preference shares hisobidan hech qanday voting right yo'q edi. Ya'ni managementda unga hech qanday masalan power bermayapti, ovoz berish huquqini bermayapti. Lekin lekin bular shu sababdan birinchi bo'lib to'lanishi shart. Ya'ni voting right berilmagani uchun bular birinchi bo'lib to'lanadi. Ya'ni eng birinchi bo'lib dividendlar preference share'lardan to'lanadi. Buniki redeemable'diki net profitga qarab o'zgarsa, redeemable'diki fixed bo'ladi. Xuddi interestga o'xshab, ya'ni loan interestga o'xshab. Prepayment not mandatory, qaytarib berish shart emas. Bu mandatory. Ya'ni masalan 3 yilga men redeemable preference shares chiqardimmi? Ha. 3 yilda qaytarib berishing kerak. Har doim 5% dan. Fixed bo'ladi dividendlar. Buniki ham fixed. Adashib ketdim. Ya'ni net profitdan to'lansa ham aniq summasi bor. Oxirida qoladigan net profitdan nechidir foiz to'lanadi. Term not, ya'ni nima desa bo'ladi? Muddat bormi qaytarib berishga? No. Bunda ha. Ya'ni shu ham mandatory edi. Endi to'lab berish uchun bizda muddat bor. Consider it as ordinary share. Ya'ni equityda equity finance. Equity financing. Ya'ni xud equityda beriladi, bu desa debt financingga o'xshaydi. Ya'ni aniq to'lab berish shart, fixed interest belgilangan va bu debt hisobida non-current liabilities'ni da turadi. Redeemable preference shares. Bu haqda F7da ko'proq to'xtalib o'tamiz. Xo'p. Endi bizda finance cost, interest expense'lar qanday hisoblanadi? Masalan, bizda beriladi loan savolda. Masalan, $1000. Undan 8% interest bor. 6% interest. Qanday hisoblaysizlar? Shunchaki shu 8 ga ko'paytirib qo'ysalang 800. Va bu отдельно
Bundan keyingi darslarda ko'ramiz. Bundan keyingi darslarda ko'ramiz. Big questionlar tayyorlashda shularda muhim. Bunda mavzumizda eng oxirida davomi income tax expense'ida income tax qani income taxda men qo'shmadim. Sababi income tax haqida biz provisionsda mavzusida gaplashib o'tgandik. Endi other reserves haqida gaplashib o'tamiz. Retained earnings. Retained earnings nima degani desa, bu net profitda hamma qismini ham kompaniya dividend sifatida ajratib yubora olmaydi. Sababi kompaniya uzoq muddatda o'zini kuchaytirib borish kerak, o'zini o'zi masalan tiklab borish kerak, doimiy pul jalb qilib turish kerak o'zi uchun. Va shu sababdan dividendlar to'lab bo'lingandan keyinga qolgan profit retained earningsda doimiy yig'ilib boradi. Ya'ni yig'ilib boradigan foydami shunaqa bo'lishi kerak, o'zbek tilida aniq bilmayman. Cumulative total of all net profits and losses earned. Ya'ni sizda net profitingiz big questionlarda ko'rib chiqamiz. Retained earnings ko'paytiradi. To'lagan bu esa retained earningsdan keyin dividend shakllanadi. Ya'ni qanchadir dividend to'laganimiz retained earnings balansimizni ko'paytiradi. Va ular shuning uchun distributable reserves deb atalanadi va bu sizlardan nazariy savollarda so'raladi. Revaluation surplus haqida biz gaplashib o'tganmiz. Revaluation surplus bu unrealized gain, ya'ni non-current assetlarimizni revalue qilishimiz oqibatida shakllanadigan gain va bu non-current assetlarning costini, ya'ni carrying amountini financial positionda ko'paytiradi va ular non-distributable reserves bo'ladi. Ya'ni ulardan hech qanday dividend to'lanmaydi. Biz shu non-current assetlarni qachondir sotib yuborsak, shu revaluation surplus balance bizda retained earningsga o'tib realized gain sifatida shakllanadi. Demak, sizlar bilan bugungi darsimiz shu edi. Qandaydir savollar bo'lsa o'zimga yozaverasizlar.